Montessori ta'limi. Mustaqil fikrlaydigan bolalar tarbiyasi. Har bir bola ichida ulkan imkoniyat yashirin. Uni ochish uchun majburlash emas, to'g'ri muhit kerak. Montessori ta'limi bu bolani erkin, mustaqil va hurmat asosida tarbiyalash tizimi. Bu usul mashhur pedagog Maria Montessori tomonidan yaratilgan. Bu ta'limda bola o'zi tanlaydi, o'zi bajaradi va o'zi o'rganadi. Kattalar esa faqat yo'l ko'rsatadi xolos. Montessori muhitida xato qilish qo'rqinchli emas. Bola xatosini o'zi ko'rib, undan saboq oladi. Bu tizim bolaga hurmat bilan qaraydi. Tinchlik, tartib va erkinlik. Montessori muhitning asosi hisoblanadi. Montessori ta'limi bilan ulg'aygan ko'plab buyuk shaxslar bor. Elon Musk, Tesla, SpaceX asoschisi, Jeff Bezos, Amazon asoschisi, Sergey Brin, Google ham muassisi. Ularning barchasi bolaligida mustaqil fikrlashni aynan Montessori orqali o'rgangan. Montessori ta'limi bolada O'ziga ishonch, mas'uliyat va erkin fikrlashni rivojlantiradi. bu ta'lim bolani shunchaki bilimli emas, balki hayotga tayyor shaxs qilib tarbiyalaydi. Montessori ta'limi. Har bir bolaga ishonaylik. Montessori metodlari va ta'lim haqida ma'lumot kerak bo'lsa, Kanalimizni kuzatib boring va obuna bo'lishni unutmang.